Johnny, bitta narsani ichki yodimdan chiqibdi. Bugun biz uyimizga singlimni qizi Dila kelyapti. Biz uni chiroyli kutib olishimiz kerak. Dila? Necha yoshi? Yoshini nima qilasan? U qiz meni qo'limda katta bo'lgan. Atigi 18 yosh, bola hali. Bo'ldi. Boramiz kutib olishga. Hozir men shundoq kiyimlarni almashtirib chiqay-ku. Yo, shoshilma. Hali yana 2 soat vaqtimiz bemalol bor. Sabu? Voy, hali ham kiyinmadingmi? Kutib qolmasin, boringlar. Dilani kelishiga hali 2 soat bor. Dilaga tayinlaganman aeroportga uchib tushishim bilan yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilsak, biz chiqib boramiz deganman. Bu endi qara, u Dubaydan kelyapti. Yosh qiz bo'lsa, kutib qolmasin deyman-da, tezroq boringlar. Johnny, tinchlikmi? Bu shoshib qolding, dovdiraversan, a? Bilmagan odam meni emas, seni jiyaning Dubaydan kelyapti deb o'ylaydi. Menga ham farqi yo'q. Prosta yosh qiz, shaharni bilmaydi, bitta o'zi kutib qolmasin dedim-da, seni jiyaning bo'lgani uchun. Shunaqa degin? Sabu, sening borligini aytuvding-ku, lekin jiyanim bor demoding-ku. Ichki yodimdan ko'tarilgandir-da. Singlim bilan kuyovim Dubayda yashaydi. Men jiyanlarimni yoshligida ko'rganman. Hozir katta qiz bo'lib, katta yigit bo'lib qolishibdi. Aytgancha, kuyovimni Dubayda firmalari, banklari bor. Millioner ekanda, unda. Sondan ham boyroq ekanda. Johnny, millioner degan gap o'rganmayapsanmi? Endi Dubayda yashagandan keyin firmalari bo'lgandan keyin boy bo'ladi-da.